Men Hakim Dilshod Rustamovich, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali dermatolog shifokor, Respublika Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi fizioterapiya bo'limi mudiriman va bugun sizlarga bo'limimizdagi fizioterapevtik qurilmalar, qanday qurilmalar mavjudligi va ular qanday kasalliklarga ishlatilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu qurilmamizning nomi Examine. Bilasizlar, ko'pgina dermatologik kasalliklar, vitiligo, psoriaz, neurodermit, asab tizimi bilan bog'liq. Bu qurilmamiz asab tizimini, yengil depressiya holatini yoki boshqa bir ko'ngil buzarliklarini davolash bilan birgalikda asosiy kasalliklarimizni yengillatishga va davolatishga ijobiy ta'sir qilinadi. Bu muolajamiz bir haftada bitta o'tkaziladi, 4 martagacha olishimiz mumkin. Bu aparatimizning nomi ultra yuqori chastotali terapiya, ya'ni bu aparatimiz mahalliy og'riqlarda, gerpes zoster kasalliklarda yoki inyeksiya, ya'ni ukol olgan joylardagi yaxshi so'rilmagan ukol dori vositalarini so'rdirish uchun yordam beradi. Buni har kuni qilsa bo'ladi muolajani. Kursiga 10 ta muolaja o'tkaziladi. Bu qurilmamizning nomi mahalliy UVB terapiya apparati hisoblanadi. Bu qurilmamiz yordamida chegaralangan sohadagi vitiligo, soch to'kilishi, psoriaz, seborreali dermatit va boshqa dermatologik nuqsonlarni davolashda ishlatiladi. Bu muolajani har kuni o'tkazish mumkin. Muolajani davomiyligi 20 kungacha davom etishi mumkin. Bu qurilmamiz bir vaqtda o'zida 2 ta muolaja o'tkazishga mo'ljallangan. Birinchi muolajamiz ultra tovushli terapiya yoki xalq tilida ultra tovushli massaj deb nomlanadi. Ya'ni bu qurilmamiz malham, mazlarni tanani chuqurroq qavatlariga, ya'ni terini chuqurroq qavatlariga, yo'llariga ajratib kirgizishga mo'ljallangan. Bu muolajamizni bir kunda bir mahal 10-15 daqiqa olish mumkin. Kurs davomida 10 tagacha olish tavsiya qilinadi. Psoriaz, neurodermit, ekzema yoki boshqa turli dermatologik kasalliklar. Shu bilan birga shu apparatimizning o'zini ikkinchi vazifasi qizil lazer, infraqizil lazer va qizil lazer ikkitasi birda. Buni vitiligo o'choqlariga, sklerodermiya o'choqlariga, soch to'kilgan sohalariga, allopetsa o'choqlariga yoqib qo'yishimiz mumkin. Bu muolaja ham bir kunda bir mahal 10 daqiqa o'tkaziladi. Kursiga 10 tagacha olish tavsiya qilinadi. Undan tashqari bu qurilmamizning yana bir afzalligi, yana bir qulayligi, uchinchi vazifasi magnit. Ya'ni tanaga zararlangan sohaga magnit maydonni ta'sir qilish yo'li bilan ham muolajalar o'tkaziladi. Qaysi kasalliklarda? Psoriaz kasalliklarida bilasizlar, bo'g'imlarda og'riq bilan kuzatiladi. Mana bo'g'im sohasidagi tizza yoki panja sohasidagi bo'g'im og'riqlariga kuniga bir mahal 10 tagacha qo'yish tavsiya qilamiz. Bu qurilmamizning nomi mahalliy UVB terapiya qurilmasi deyiladi. Bu uskunamizning afzalligi 2 ta to'lqin uzunligidagi 2 xil quyosh nurini 2 xil spektrni chiqarib beradi. Birinchisi A spektr bo'lsa, ikkinchisi B spektr. Bu bemorimiz hozir B spektrini olyaptilar, ya'ni depigment o'choq sohalariga UVB terapiyasini olyaptilar. Bu qurilmamiz ham har kuni o'tkazsak bo'ladi muolajani. Davomiyligi 30 tadan 40 tagacha ko'rsatma bo'yicha davolovchi shifokori tavsiya qilishi mumkin. Yuqoridagi lavhalarda UVB terapiyani mahalliy uskunalarini ko'rsatdik. Bu uskunamiz UVB va UVA terapiyani umumiy butun badanga mo'ljallangan uskunasi hisoblanadi. Bu juda ham unikal uskuna hisoblanadi. Quyosh nurini 2 xil spektrini, A va B spektrini chiqarib berish xususiyatiga ega. Qanaqa kasalliklarda? Vitiligo, psoriaz, neurodermit, qizil yassi temiratki,
soch to'kilishini tarqalgan holatlarida va boshqa dermatozlarni davolashda juda ham keng ishlatiladi. Bu bunga kiradigan bemorlarimiz yoshi 5 yoshdan boshlab ishlatishimiz mumkin. Yosh jihatdan cheklanmagan. Bu uskunamiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan Markaziy Osiyoda yagona uskunalardan biri hisoblanadi. Davlin kompaniyasini umumiy UVB kabinasi hisoblanadi. Bu eksimer yorug'lik qurilmamiz hisoblanadi. Bu ham UVB terapiyani 308 nanometrni chiqarib beradigan qurilma hisoblanadi. Chegaralangan sohasidagi atopik dermatit, psoriaz, vitiligo, soch to'kilishi, sklerodermiya kabi dermatologik kasalliklarda samarasi juda ham yaxshi. Bu muolajamiz qolgan uskunalardan farqli o'laroq kun ora bajariladi. Davomiyligi 40 tagacha bo'lishi mumkin. Bu qurilmamizni nomi fototerapiya qurilmasi hisoblanadi. Bu ham kosmetologiya amaliyotida, dermatologiya amaliyotida ham juda ham keng ishlatiladi. Yaxshi bitmayotgan yaralar, psoriaz yoki husnbuzar kasalliklarda, tizimli sklerodermiyada, shunga o'xshagan deyarli hamma dermatologik kasalliklarda buni ishlatish mumkin. Bir kunda bir mahal qo'yiladi. Bu muolaja davomiyligi mana ekranlarda ko'rinib turibdi. 12 minutni tashkil etadi. 12 minutda bu qurilmamiz o'zi o'chadi. Buni ham kursiga 10 tagacha olish mumkin. Deyarli qarshi ko'rsatmalari yo'q. Bu qurilmamiz 3 xil rangda, ya'ni qizil, sariq, ko'k ranglarda yonadi. Ko'rsatmaga qarab, kasalliklarga qarab biz fizioterapevt shifokorlar buni belgilab bemorga optimal kerakli to'lqin uzunligini yoqib tavsiya beramiz. Bu qurilmamiz Frax lazer qurilmasi hisoblanadi. 19-40 nanometr to'lqin uzunligida ishlaydi. Ko'pgina savollar berishadi. Tug'ruqdan keyingi cho'zilishlarni, striyalarni nima bilan davolash? Mana apparatlarimizdan bittasi shu Frax lazer yordamida davolanadi. Undan tashqari vitiligo yoki husnbuzardan keyingi qolgan chandiqlarni davolashda ham o'z effektivligini bor bu apparatda. Bu bo'limimiz balneoterapiya bo'limi, ya'ni shifobaxsh tuzlar bilan, suvlar bilan, shifobaxsh o'simliklar bilan davolanadigan bo'lim. Psoriaz kasalliklarida bizda ko'p ishlatamiz. Qizilmiya ildizidan damlangan shifobaxsh dorivor o'simlikni solamiz. Bu muolajaga bemorlarga juda ham yoqadi. Bemorlar o'zligi ko'p xohlab kelishadi. Kun ora qo'yiladi bu muolaja. Bu muolajani birinchi qo'yib olib, yuqorida ko'rsatgan boshqa muolajalarimizni fitoterapiyadan keyin, ya'ni balneoterapiyadan keyin o'tkazishni tavsiya qilamiz. Bizni Respublika Dermatologiya markazi fizioterapiya bo'limi Markaziy Osiyoda yagona deb hisoblasak ham bo'ladi. Fizioterapevtik qurilmalarimizni soni, sifati va bizga murojaat qilayotgan bemorlardan ham buni bilish mumkin. Atrofimizdagi qo'shni davlatdagi Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'oniston, Qozog'iston deyarli boshqa chet el mamlakatlaridan ham bizga murojaat qilib, ijobiy, yaxshi natijalar bilan bizdan xursand bo'lib ketishyapti. Bizda yuqorida ko'rsatilgan qurilmalar deyarli hammasi chet davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliyadan keltirilgan, Italiyadan keltirilgan. Kimda shunday kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, kimda shunday fizioterapevtik muolajalarga ehtiyoj bo'lsa, bizni markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga yordam berishdan xursandmiz. Bularda asosiy shikoyati oq dog'i ko'rayotganinglardek, bo'tda va qorin sohasida mana bu yerda paydo bo'lgan. Bular oq dog' kasalligimi deb juda ham qo'rqishgan. O'zligini doktorlari ham oq dog' bo'lishi mumkin, shuning uchun tekshirtiringlar deb tavsiya berishgan. Bizga kelishdi, bizda bu yerda qizchadan mana shu qorin sohasidan kichkinagina teri oldi. Og'rimadimi? Yo'q, unaqa og'riq bo'lmagan va gistologiyada oq xol chiqdi. Ya'ni bu kasallik hisoblanmaydi. Bu oq dog' kasallik emas, bu vitiligo emas. Oq dog' xuddi nori
oqimtir turi hisoblanadi. Ya'ni qizil norlar, jigarrang norlar bo'ladi. Bu norlarga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Oq bo'lsa voydod oqdog' kasallik bo'lib qolibdi deb o'ylashadi. Lekin biz bu narsaga aniq tashxis qo'yib bera olamiz va bu juda ham katta pullarni ham tejaydi. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. Depigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, videotrixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastik va estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganinglardek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi.